Assalomu alaykum do'stlar. Juda ko'pchilikni kuzatdim YouTube kanallarida, Instagramda. Ko'pchilik sabzavotlardan salatga berishyapti xo'rozlar uchun. Men bugun mevalardan xudo xolasa salatga beraman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsa banan, olma kerak bo'ladi. Olmani 3 xildan oldim. Sariq golden, qizil olma va zelonka olmalar. Bu ishtahani ochadi, zelonka olma. Anor, mana bu murad deyiladi, ba'zilar nok deyishadi. Nokdan oldim. Keyin mana bu mayda mandarin shirin keladi. Mandarinchalardan oldim. Do'stlar, mana bularni kubik shaklida hammasini maydalab oldik. Endi buni aralashtiramiz. Kivi esimdan chiqdi. Kivi o'sama zo'r bo'lardi. Yana qandaydir ma'noda bir ishtaha ochuvchi, yaxshi narsa. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana salatimiz ham tayyor, ko'rib turganingizdek. Buni berishdan oldin makkasini berib chiqamiz oldin. Makkasini berib chiqamiz birinchi. Endi buni ta'mini birinchi o'zimiz ko'ramiz. Hamburger o'tirib, maza qilib, piroglarni tomosha qilib yeymiz. Bahsa chiqdi yoshi. Bu videoni boshida aytgandim, xudo xohlasa piroglarda mevali salatni beraman deb. Hatto xudo xohlamayotganga o'xshaydi. Qizim videodan keyin bu salatni qolganini ukalaring bilan yeysan, xo'p? Xo'p. Bularga makki beraveradi. Makki yeyur.